Keyingi obyektimiz ham bitdi mana. Bu tomoni liksam bo'ldi. Pulni yopib qo'ysak, qorong'ir bo'lib qolmasin degani uchun 2 kunda o'rnatib, xudo xolasa mana hozir qaytamiz. Konteyner mahsulotlaridan tom yopish, navez va boshqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz opisiya va kommentariyada qoladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanalga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz ham bitdi mana. Darvozaxonadan kiraverish. Mana. Gaziroy bo'ldi. Hammasi konteyner material, faqat kraska bo'lgan. Tepa nimaga qorong'ir, nima yopildi desanglar, tepaga hali salqin qiladigan setkadan tashab turib, keyin ustiga tunuka yopdik. Bu tomoni liksam bo'ldi. Pulni yopib qo'ysak, qorong'ir bo'lib qolmasin degani uchun mana bu yog'i liksam bo'ldi. Mana balandligi 5 metr. Uzunligi 15 metr. Ash tomdan men turgan joygacha. Bu yog'i 5 metr. Eniga narigimiz 2,5 metr shapka bo'ldi, liksam bo'ldi. 2,5 metrga 15 metr bo'ldi. 5 metrga 15 metr bo'ldi. Mana shu ko'chadan darvozaxonadan kiraverish bo'ldi. Mana endiroqda tugatib, xudo xolasa lesalarni buzib, ustundagi gullarimiz bozorda guli, uydagi olib kelib berdi, qo'yib berdi. Qo'ygan hamma yo'q, konteyner material. Kraska holati bo'lib o'rnatdik. Mana bu tarafdan ko'rishlaringiz ham mumkin. Mana bu tomondan ko'rish. Mana shu holatda ketganimizda darvozaxona. Darvozaxonadan to'g'ri kiraverish joy bo'ldi. Usti tunuka bo'ldi mana. Faqat shu tunukani tagiga salqin qiladigan setkadan tashab yubordik. Ham tunukani tagi ko'rinmaydi. Ham issiq bermaydi degani uchun tashab berdik. Mana yaqinroqdan qilsak ko'rinishi mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Qo'ldan kelgancha mana xudo xolasa tayyorlab o'rnatib berdik. Tayyor qilib olib kelib 2 kunda o'rnatib, xudo xolasa mana hozir qaytamiz. Materialimiz doimgidek konteyner material. Mana ustunlar ham konteyner material. Faqat kraska bo'lgani uchun mana bozordagidan farq qilmaydi. 8 ga 8. Xudo xolasa bu bo'lgan joyimiz, manzilimiz Vodilda bo'ldi. Vodilda sentrida bo'ldi. Sentrga yaqin joyda bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa pastga nomerimizni qo'yganmiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana 15 metrga 2 ta ustun qo'yganmiz o'rtaga. Bu yog'i tomda, bu tomoni ham tomda. O'rtada 2 ta ustun bor. Mana joyi liksam bilan tutashgan joyida latoy bor. Soy bor mana. Mana vodostovga tushirib yuborganmiz. Ustunda yonida. Bu yerda soy bor. Mana setkani ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yog'i ham
Bu tomoni ham tom yoqaveradi. Bu tomoni ham tom yoqaveradi. Faqat bitta o'rtadan tushirib qo'ydi. Mabodo o'rtaga suv to'planmasin deb o'rtaga tushirib qo'ydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xizmatlar bo'lsa, doim aloqadamiz.